sizlarni shoshib turganlarni vaqtini ko'p olmaymiz. Sizlarga Xalq bankidagi harakatdagi kreditlar bilan qisqacha tanishtirib o'tib ketaman. Tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha bizda Prezident qarori 312-sonli qaroriga asosan o'zini band qilgan shaxslar va yuridik makonga ega bo'lgan yuridik shaxslar uchun kreditlarimiz mavjud. O'zini band qilgan shaxslar uchun 100 million so'mgacha kredit ajratamiz. Garov evaziga, garovga uy-joy yoki yoshi 5 yoshga to'lmagan avtotransport vositalari kiradi. Uni biz o'zimizda agar Xalq bankida karta mavjud bo'lsa, plastik karta o'shanga, bo'lmasa biz plastik karta ochib o'sha orqali tashlab beramiz. Kredit foizi yillik 25% tashkil qiladi. Kredit maqsadsiz faoliyatingizni o'zingiz rivojlantirish uchun ishlatirishingiz mumkin. Xohlaganingizcha muddati 3 yilga 6 oylik imtiyozli davrlar. Agar siz yuridik shaxs bo'lsangiz va Xalq bankidan ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, unga ham garov evaziga ajratiladi. 300 milliongacha hisob raqamiga, asosiy hisob raqamiga o'tkazib beriladi. Uni qanaqa tasarruf qilish o'zingizning xohishingiz bo'yicha. Yana sizlarga hozirgi 17,5% dan imtiyozli kreditlar mavjud. 5 milliongacha hokim yordamchisi orqali olinadi. U naqd ko'rinishda beriladi. 10 milliongacha plastik kartaga tashlab beriladi. 33 milliongacha ta'minotchini hisob raqamiga o'tkazib, ta'minot kelganidan keyin to'lab boshlanadi. U kreditning summasiga qarab muddatlar o'zgaraveradi.